Ijtimoiy himoya borasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining aholiga sifatli ijtimoiy xizmat va yordam ko'rsatish hamda uning samarali nazorat tizimini yo'lga qo'yish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni ana shu yo'nalishdagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha qator vazifalar belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzurida Ijtimoiy himoya milliy agentligi, shuningdek agentlikning viloyat boshqarmalari, tuman va shaharlarda inson ijtimoiy xizmatlari markazi tashkil etildi. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani inson ijtimoiy xizmatlari markazi faoliyatiga nazar solsak, o'tgan davr mobaynida belgilangan vazifalarga jiddiy yondashilganiga guvoh bo'lamiz. Xususan tumandagi 67 ta mahallalarda ijtimoiy himoyaga muhtoj, og'ir ijtimoiy vaziyatga tushgan oilalar bilan ish olib boruvchi 30 nafar ijtimoiy xodimlar ish faoliyati yo'lga qo'yildi. 12 ta toifadagi ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar xatlovdan o'tkazilib, 19,067 nafar ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar aniqlandi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, ijtimoiy xodimlar tomonidan case management usuli ko'plab muammolarni hal etmoqda. O'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan yolg'iz yashaydigan hamda yolg'iz keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar yo'nalishida 24 ta keys, nogironligi bo'lgan shaxslar, og'ir kasallikka chalingan, shuningdek jismoniy, aqliy, sensor yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan hamda uzoq vaqt davolanishga muhtoj bo'lgan bolalar yo'nalishida 31 ta keys ijobiy hal etilgan. Kam ta'minlanganlar yo'nalishida 6 ta keys ijobiy hal etilgan. Boquvchisini yo'qotgan oilalar va 34 turdagi kasallik bilan chalingan bolalar bo'yicha 2 ta keys. Shu kabi qator yo'nalishlarda aniqlangan holatlar ijobiy yechim topgan. Bugungi kunda tumanda 311 nafar o'zgalar parvarishiga muhtoj, yolg'iz va yolg'iz yashaydigan keksa va nogironligi bo'lgan shaxslar mavjud bo'lib, ularning yashash sharoiti o'rganildi va qayta baholandi. 157 nafar o'zgalar parvarishiga muhtoj shaxslar sihatgohlarda davolanishi tashkil etildi. Belgilangan grafik asosida yakka yolg'iz keksalar uy yumushlarida ko'maklashuvchi ijtimoiy xodim jalb etildi. Yoshga doir nafaqachilarga joriy yilda 251 ta sanatoriyaga yo'llanma berildi. Shuningdek, o'zgalar parvarishiga muhtoj, yolg'iz keksa va nogironligi bo'lgan shaxslarning bandligini ta'minlash bo'yicha tuman va viloyat darajasidagi budjet tashkilotlar tomonidan Argos sayti orqali e'lon qilingan nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ochiq tanlov asosida mavjud vakansiyalarga, shuningdek, xususiy sektorlarga jami 163 nafar nogironligi bo'lgan shaxslarning ishtirok etishlari ta'minlanib, ularning o'zlariga mos ish topishlariga erishildi. Joriy yilda 52 nafar bolalarga vasiy tayinlandi. 20 nafar homiylikka, 17 nafar voyaga yetmagan bolalar farzandlikka berildi. 5 nafar uy joyga muhtoj, yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar uy-joy bilan ta'minlandi. Alohida ta'limga ehtiyojlari bo'lgan bolalarning ta'lim olishlarini tashkil etish va ularni reabilitatsiya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori ijrosini ta'minlash maqsadida tumandagi ta'lim muassasalarida yakka tartibda ta'lim olib kelayotgan 110 nafar bolalar to'liq xatlovdan o'tkazilib, ularga moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatildi. Viloyatning Norin tumani, Namangan shahar hamda To'raqo'rg'on tumanida joylashgan 48-sonli maxsus maktab internatida o'quvchilar sifatli ta'lim olishga ko'maklashish uchun zarur chora-tadbirlar yo'lga qo'yildi. Ilk marotaba To'raqo'rg'on tumanida ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyati yo'lga qo'yildi. Farzandlari o'zgalar qaramog'iga muhtoj bo'lgan ota-onalar maxsus bog'chada bolalarni belgilangan vaqt asosida tarbiyachilarga qoldirib, o'zlari ish faoliyatlarini amalga oshirishlari imkoniyati yaratildi. Har bir bola uchun alohida tarbiyachilar yo'naltirilib, bog'chada zarur shart-sharoitlar yaratildi. Xonadonbay o'rganishlar asosida aholi bandligini ta'minlash borasida tizimli ishlar amalga oshirilgan. Uy bekasi bo'lgan ayollar ham o'z xonadonida o'tirgan holda ish bilan ta'minlanishiga erishildi. Har bir tumanda bo'lgani kabi To'raqo'rg'on tumani markaziy shifoxonasida birlamchi tibbiy ko'mak xonasi tashkil etilib, ruhiy zo'ravonlikka uchragan ayollar uchun 3 kunlik tibbiy muolajalar olish jarayonlari yo'lga qo'yildi. Yil davomida To'raqo'rg'on tumani inson ijtimoiy xizmatlari markazi tomonidan qator belgilangan vazifalar tizimli amalga oshirilishiga erishildi. Yuqorida sanab o'tilganlarning barchasi inson, uning qadr-qimmati, ijtimoiy holati yaxshilashga qaratilgan ustuvor vazifalardir.
Ijtimoiy himoya milliy agentligi Inson ijtimoiy xizmatlari markazi tomonidan boshlanayotgan yilda qator ustuvor vazifalar belgilangan. Jumladan, To'raqo'rg'on tumanida ilk rivojlanish markazini tashkil etish, kambag'al oila farzandlarini IT, kasb-hunar, xorijiy til va to'garaklarga jalb etish, maktabgacha ta'lim tashkilotida inklyuziv guruh tashkil etish, nogironligi bo'lgan shaxslar bilan ishlovchi tadbirkorlar soni, ijtimoiy nafaqalar, bola puli va moddiy yordam, ijtimoiy karta hamda kompensatsiya ajratish bo'yicha har haftada bir marotaba mahallalarda tushuntirish o'tkazish, o'zgalar parvarishga muhtoj keksalarni hujjatlarini rasmiylashtirish va qayta tiklashda yordam berish, o'zgalar parvarishga muhtoj shaxslarga pullik xizmat ko'rsatish, nogironligi bo'lgan shaxslarning bandligini ta'minlash, mustaqil harakatlana olmaydigan muhtojlarga uyda va kunduzgi qatnov xizmatlarini ko'rsatish, sudra tarjimon, psixolog va ko'zi ojizlar uchun hamrohlik xizmatini yo'lga qo'yish, protez va reabilitatsiya vositalari ijaraga berish xizmatini joriy etish, yoshlarga hamrohlik dasturi doirasida bolalarga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish, ularning ta'lim olishda moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatish. Yuqorida sanab o'tilganlari belgilangan vazifalar va rejalarning bir qismigina xolos. 2025-yilda oldinga qo'yilgan maqsad va vazifalarning barchasi aholi turmush tarzini yaxshilash, tinch va osuda farovon hayot kechirishi, yosh avlod vakillari o'z imkoniyatlarini cheklamasliklari lozimligini o'z ichiga oladi. Inson ijtimoiy xizmatlari markazi, To'raqo'rg'on bo'limi.